alaykum bolajonlar. Barakalla, o'tiringlar. Dilbarlarim, dilbandlarim, qalb mulkiga payvandlarim, hammangiz sog' omonmisiz? Dars boshlashga tayyormisiz? Hozirgi darsimiz nima? Hozirda darsimiz matematika. Bugungi darsimiz har doimgidan o'zgacharoq, qiziqarliroq tashkillangan. Bugungi darsimizda biz 4 guruhga bo'linganmiz. 4 tala guruh 5 bosqichda musobaqa qilamiz. Tushunarlimi? Birinchi bosqichimiz vatanparvarlik. Bunda guruhlar o'z-o'zini tanishtiradilar. Ikkinchi bosqichimiz matematika olamiga sayohat qilamiz. Uchinchi bosqichimiz esa tezkor savollar. To'rtinchisi kasblar olamiga sayohat qilamiz. Beshinchi bosqichimizda esa SMS xabarnoma. Hamma tushundimi? Yana bitta darsimizni sharti bor. Bunda biz hammamiz o'zimiz baholab ketamiz. Har bitta to'g'ri javob uchun bankomatdan bir marta pul yechib olish imkoniyatlaring mavjud. Tushundikmi? Darsimizning shiori hamma uchun, hamma uchun. Qani, boshladik bolajonlar. Bizning guruh Alisher Navoiy guruhi. Alisher Navoiy buyuk o'zbek shoiri. U 1441-yilda Hirot shahrida tug'ilgan. Navoiy turkiy tilda ijod qilib, uning nufuzi yuksaltirilgan. Uning asarlari nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoga mashhur. Eng mashhur asari Hamsa asari. U 5 dostondan iborat. Navoiy adabiyotni yuksak darajaga olib chiqqan buyuk allomadir. U 1501-yilda vafot etgan. Bugungi kunda ko'plab maktablar, ko'chalar va muassasalar uning nomi bilan atalgan. Barakalla bolajonlar. Endi navbat ikkinchi guruhimizga. Bizning guruh Al-Farg'oniy guruhi. Ahmad Al-Farg'oniy to'liq ismi Abul Abbos ibn Muhammad Al-Farg'oniy 9-asrda yashagan buyuk o'zbek olimi, astronom va matematik bo'lgan. Barakalla. Jahoniylik va taraqqiyotga katta hissa qo'shgan ajdodlarimizdan biri hisoblanadi. Barakalla. Mashhur asari Samoviy harakatlar va yulduzlar ilmi haqida kitob. Bu asar Yevropada lotin tiliga tarjima qilinib, bir necha asrlar davomida darslik sifatida foydalanilgan. Al-Farg'oniy sathini o'lchash uchun maxsus qurilma nelometra yaratishga ham qatnashgan. Barakalla. U Farg'ona vodiysida tug'ilgani uchun Al-Farg'oniy nomi bilan mashhur bo'lgan. Barakalla. Bizning guruh Al-Xorazmiy guruhi. Muhammad ibn Musa al-Xorazmiy 9-asrda yashagan buyuk olim, matematik, astronom va geograf bo'lgan. U Xorazmda tug'ilgani uchun Al-Xorazmiy nomi bilan mashhur bo'lgan. Matematika fanining asoschilaridan biri hisoblanadi. uning aljabr va muqobbalar asari matematika tarixida juda muhim o'rin tutadi. Algoritm so'zi ham Al-Xorazmiy ismidan kelib chiqqan. Barakalla bolajonlar. Endi navbat 4-guruhga. Bizning guruh Zahiriddin Muhammad Bobur guruhi. Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk davlat arbobi, sarkardor shoir. U 1480-yilda Andijon shahrida tug'ilgan. Bobur 12 yoshda taxtga o'tirgan. Keyinchalik Hindiston yurish qilib, u yerda Boburiylar davlatiga asos solgan. Barakalla. Adolatli va bilimni hukmdor sifatida tanilgan. Uning eng mashhur asari Boburnomasi. Zahiriddin Muhammad Bobur jasorat, bilim va iste'dod namunasi bo'lgan buyuk ajdodimizdir. U 1530-yilda Agra shahrida vafot etdi. To'la yoqib jonimga balolik bo'ldi. Har ishniki ayladim, xatolik bo'ldi. O'z yurtni qo'yib Hindiston yuzlandim. Yo Rab, ne tayin, ne yuz qarolik. Tafakkur qiling bolajonlar. Zahiriddin Muhammad Bobur bitta yurtning podshohi bo'lgan bo'lsa ham, qo'l ostida ana shuncha askarlari, saltanati, boyliklari bo'lgan bo'lsa ham, bir umr musofirchilikda, vatan sog'inchida yashagan. Vatan haqida ham she'rlarni bilamizmi?
Qani boshladik. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Chopar urib gullagan bog'im, o'par edim vatan tuprog'in. O'xshash yo'q bu go'zal bo'ston, do'stonlardan bitgan guliston, O'zbekiston deya atalur, uni sevib el tiliga olur. Bunda bulbul kitob o'qiydi, bunda qurtlar ipak to'qiydi, bunda ari keltiradi bor, bunda qushlar topadi iqbol. Aman bo'lsin og'aynilarim, aman bo'lsin do'stlarim bari, doim bo'lsin davlatim, aman shunday bo'lsin butun bir jahon. Barakalla bolajonlar. Birinchi shartimizni muvaffaqiyatli tugatdik. Shuning uchun biz hozir bankomatdan hammamiz 5 tadan pul yechib olish imkoniyatiga egamiz. Endi ikkinchi shartimizga o'tamiz. Bunda biz matematika olamiga sayohat qilamiz. Bugungi mavzuyimiz kasrlarni mustahkamlash yakuniy dars. Hozir biz buni o'yin tarzida o'tkazamiz. Doskada 4 ta gul, kasr gullar qo'yilgan. Uning yaproqlari to'kilib ketibdi. Har bitta guruhdan bittadan o'quvchi chiqib, mana shu gulning yaproqlarini o'zini joyiga qo'yishga harakat qilamiz. To'polon qilmaymiz. Har bitta guruhdan bittadan o'quvchi chiqib, boshlaymiz. Birinchi guruh. Birinchi bo'ldi, lekin ikkita o'quvchi teng chiqib olgani uchun bankomatdan 3 ta pul yechib olamiz. Ikkinchi guruh. Hammasi to'g'ri. Uchinchi guruh to'g'ri. 3 tadan pul yechib olamiz. To'rtinchi guruh esa mayli sizlar ham 3 ta yechib olamiz. Bo'ldi. Endi 3-shartimizga o'tamiz. 3-shartimiz tezkor savollar. Har bitta guruhga bittadan savol beraman. To'g'ri javob uchun o'zimiz nima olishni bilamiz, bolajonlar. Boshladik. Birinchi guruh. O'zbekistonning poytaxti qayer? Qani Mubinaxon? O'zbekistonning poytaxti Toshkent. Barakalla. Prezidentimiz kim? Prezidentimiz Nargizaxon. Barakalla. 3-guruhga savolimiz. Maktabimiz direktorining nomi? Nodiraxon. Barakalla. Madhiyamizni kim yozgan? 4-guruh. Madhiyamizni kim yozgan? Barakalla. Birinchi guruhga savolimiz. Bir oyning chorak qismi nechiga teng? Bir oyning chorak qismi nechiga teng? Ha? 15. Yo'q. Ikkinchi guruhda javob bormi? Bir oyning choragi nechiga teng? Bir oyning choragi. Nodiraxon? 7ga. Nima uchun 7ga? Chunki fevral oyini 8 kun bilan 12ga bo'lsa 7 chiqadi. Barakalla, fevral oyini olibsiz. Barakalla. Hisobga oldik. Bir yilda necha kun bor? Bir yilda. Odinaxon? 365 kun. Barakalla. Kabisa yilida necha kun bor? Ha? 366 kun. Barakalla. Kabisa yilining yarmi nechiga teng? Kabisa yilining yarmi nechiga teng? Kim tayyor? Hisob kitob qiling. Qani? 7 yarim. Yo'q, yo'q. Yo'q. 33 kun. 133 kun. To'g'ri aytdim o'rtog'imiz? 180 kun. Qani? 100 necha kun? Barakalla. Yana bitta yutuq olish imkoniyatiga egamiz. Qaranglar bolajonlar, savolimiz chorak, nimchorak so'zlari qaysi so'z turkumiga kiradi? Qaysi so'z turkumiga? Muhammad Ali? Son so'z turkumiga kiradi. To'ppa to'g'ri. Son so'z turkumining savollari Rayhonoy? Ha? Barakalla. Sifat so'z turkumining savollari. Ikkinchi guruhga imkon beraylik. Sifat. Diyoraxon? Barakalla. Fe'l so'z turkumining savollari. Barakalla. Endi son so'z turkumining savollarini so'radimmi? Qaysi qoldi bizda? Ot so'z turkumining savollari. Kim javob bermadi? Qani? Nur Muhammad. Kim nima qayerda? Barakalla. Endi yana bittadan savolimiz bor. Nechta sayyoramiz bor? Nechta sayyoramiz bor? Sayyoralarimiz nechta? Qani? 8 ta. Barakalla.
Eng katta sayyoralarimiz oti nima edi? Eng katta sayyoramiz. Sizlar orqada qolib ketyapsizlar. Ha? Yupiter, barakalla. Quyosh tizimidagi 3-sayyora. Ha? Yer, barakalla. Endi yana bitta savolimiz. Gidrosfera nima degani? Gidrosfera nima degani? Ahmedovdan ham bitta so'raylik. Gidrosferani o'tdik-a biz. Unda nimalarni o'rgandik? Nimalarni o'rgandik? Shukrillah. Suvni o'rgandik, barakalla. Atmosferadachi? Atmosferadachi nimani o'rgandik? Nimani o'rgandik? Atmosferada havoni o'rgandik, barakalla. Litosferada nimani o'rgandik? Kecha kuni o'tdik. Aslida yerning qattiq qobig'i. Barakalla. Har bitta to'g'ri javob uchun bankomatdan bittadan pul yechib olish imkoniyatiga egamiz. O'zingiz hisob kitob qiling. Bunda halollik muhim. Kelishdikmi? Endi bolajonlar, jicha dam olish daqiqasini o'tkazib olamiz, a? Shartimizda bolajonlar, kasblar olamiga sayohat qilamiz. Hozir har bitta guruhdan o'quvchilar chiqib, haydovchiga o'z mashinasini topishga yordam beradi. Tushunarlimi bu? Keyin bu shartni har bitta guruh o'zinikini daftariga yozadi. Daftarga sanani yozib bo'ldik-a? Ana shuni o'ziga yozadi. Qani, boshladik bolajonlar. Har bitta guruhdan bittadan kelishgan holatda barakalla bolajonlar. Birinchi guruh nechta to'g'ri javob topdi? 4 ta pul yechib olish imkoniyatiga egamiz. Ikkinchi guruhchi? 3 ta oling. Uchinchi guruh 2 ta oling. To'rtinchi guruh 2 ta. Barakalla. Mana bolajonlar, biz haydovchining o'zini mashinasini topishiga yordam berdik. Bolajonlar, siz 4-sinf o'quvchisi bo'ldingiz. Kelajakda kim bo'lishingiz haqida o'ylab ko'rdingizmi? Kim bo'lmoqchisiz? Kim bo'lmoqchisiz? Qani, o'g'il bolalardan-chi? Yana kim? Islomjon? Futbolchi va o'zbeklar. Barakalla. Futbolist bo'lmoqchi ekan. Shukrillah. Men harbiy bo'laman va ta'limga xizmat. Barakalla. Nargizaxon? Men bo'laman va ta'limga xizmat qilaman. Qani?
Rayhonoy, Men kelajakda tarjimon bo'laman va vatanimga xizmat qilaman. Nodiraxon, Men kelajakda universitetda o'qituvchi bo'lib, vatanimga xizmat qilaman. barakalla. Faridaxon, Institutda bo'lib, vatanimga xizmat qilaman. Odinaxon, Men katta bo'lsam shifokor bo'lib, vatanimga xizmat qilaman. barakalla. Hatamjon, Men katta bo'lsam aytni ishni ishlab, vatanimga xizmat qilaman. mana hammamiz o'zimizni kasbimizni topib olganmiz. Bunga yetishimiz uchun biz a'lo baholarga o'qishimiz kerak. Bugungi dars sizlarga yoqdimi? Endi mana shu darsimizda nimalarni bilib olganimiz haqida menga SMS xabarnoma yuborasizlar. Birinchisi bilaman, bilib oldim va bilishni xohlayman. Qani, birinchi guruh kelishgan holatda to'ldiramiz. Nimagadir yozgan SMS'laring menga yetib kelmayapti-yu. Nimaga ekan, a? Nima uchun aslida? Svet o'chib qolganda antenna chiqmayaptimikin? Ha? Zaryadi tugab qoldi. Ha? Puli tugab qoldi. Puli tugab qolibdi-da. Bolajonlar, telefonning bizga foydali tomonlari bormi? Telefonning foydali tomonlari. Fotimaxon, uzoqni yaqin qiladi. Ma'sumaxon, Onlayn dars qilish uchun. barakalla, ha? Lokatsiya tashlash. Lokatsiya tashlash uchun, ha? O'zimizni, yaqinlarimizni telefonda eshitdik. Barakalla. Bu telefonda-chi foydali tomonlari juda ko'p ekan. Telefonning zararlarini qani gapirib beramiz. Telefonning zararlari Mubinaxon? Miyamizni buzadi. Miyamizni buzadi. Nur Muhammad? Ko'zimizni nurini olib qo'yadi. Ko'zimizni nurini olib qo'yadi. Yana kim? Mashrabjon? Ko'zni og'ritadi. Ko'zni og'ritadi. Ahmedov? Qiziqishini oladi. Ha? Xotiramizni pasaytiradi. Bizga telefondan ko'ra eng yaqin do'st nima? Kitob. Biz kitob o'qishni bilamizmi? Har oyda bittadan kitob o'qiymiz, bolajonlar. O'tgan oyda qaysi kitobni o'qiyotgandik? Tugatib qoldingmi bu kitobni? Qarang bolajonlar, o'rganar avval odob. Kitob o'qigan bola. Yuzi bo'ladi oftob. Kitob o'qigan bola. Bolajonlar, mana shu qo'limizdagi telefonlarni ham inson yaratgan. Bilamiz-a buni? Shuning uchun ko'proq kitob o'qishimiz kerak. Hozir guruhlarni, ballarini hisob-kitob qilamiz. Birinchi guruh, qani nech pul to'plabsiz? Bankomatdan nech pul yig'ib olibsiz? Ikkinchi guruh, hammamiz hisob-kitob qilamiz. Nechta pul yechyapmiz? Bankomatdan hisob-kitob qilaylik. Sanaymiz. Birinchi guruh 18 ta. Ikkinchi guruh 15 ta. Uchinchi guruh 20 ta. To'rtinchi guruh 15 ta. G'olib guruh qaysi bo'ldi? Uchinchi guruh. Tabriklaymiz. Men bu bilan sizlarga nima demoqchiman? Shinamgina, muzdekgina xonada o'tirib, aqlimizni ishlatgan holatda 1 soatda nech pul topish imkoniyatiga ega bo'ldingiz? 22 ming. O'zlaringiz bilib oldingizmi? Buning uchun nima qilishimiz kerak? O'qishimiz kerak. Qani bolajonlar, ertadan qaysi fasl boshlanadi? Bahor fasli. Bahor faslida qaysi bayramlarni nishonlaymiz? Ha? 8-mart, Navro'z bayramlarini nishonlaymiz. Yana bitta bayramimiz qolib ketdi. 1-mart Zulfiya xonimning tug'ilgan kuni. Yana bitta bayramimiz qolib ketibdi. Musulmonlarning eng chiroyli bayrami Hayit bayramlarini nishonlaymiz. Shu fursatdan foydalanib, onajonlarimizni 8-mart bayrami bilan tabriklaymiz. Kimda tabrik bor bolajonlar? Mening qadrli onajonim, men sizni 8-mart ayollar bayrami bilan tabriklayman. Uzoq umr ko'ring, 100 yoshlarga kirishingizni tilayman. Дорогая мама, поздравляю вас
С праздником 8 марта желаю вас здоровья, долгих лет жизни. Mommy, I congratulate you on Women's Day. I appreciate you. May Allah bless you. يا أمي ألف مبارك عزيزتي أتمنى إليك سعيدة وصاحبة. Canım annem, ben sizi çok seviyorum ve bayramınız bilen tebrik. Shu fursatdan foydalanib, sinfimizning go'zal va lobar qizlarini kirib kelayotgan 8-mart bayrami bilan chin dildan tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Men Sattor va Farida opamni o'quvchisi Po'lat va Nodiraxon onasi bo'laman. Farida opam serqirra, pedagog, o'z kasbini mutaxassisi. Farida opamni qo'lda o'qiyotgandan xursandman qizimni. Avvalambor, assalomu alaykum. Qizim Muhammad Rasulova Diyoraxon 12-maktabni 4-D sinfida o'qiydi. Ustozlari Sattor va Faridaxon ustozlari juda ham a'lo darajadagi ustoz. Har doim har bir o'quvchi bilan individual yondashadi, fikrlarini eshitadi. Biz bilan qanaqa bolalarimiz muloqotda bo'lsa, ustozlari bilan ham xuddi shunaqa muloqotga kirishishadi. Mana shunaqa ustozlarga biz ta'zim qilsak arziydi. Farida ustozdan biz juda ham minnatdormiz. Men Yunus Alixon Azamxonovich 2011-yildan beri shu Quva tumanidagi 12-o'rta ta'lim maktabida o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida ishlab kelmoqdaman. Men o'zimni mehnat faoliyatim davomida juda ko'plab o'z kasbini fidoyi ustozlarni ko'rdim. Shular jumlasida boshlang'ich sinf o'qituvchimiz Sattorov Faridaxon Fozilovna haqida gapiradigan bo'lsam, nafaqat maktab jamoamizda, balki mahallada ota-onalar, o'quvchilar o'rtasida jonkuyar, mehribon ustoz sifatida mehr qozongan ustozimiz. Ustozimiz har bir darsni mustaqil nima desa bo'ladi, alohida tayyorgarliklar ko'rib, har bir darsni o'quvchilarni qiziqtirishga, ularga yangicha metodlardan foydalanib darslarni olib boradi. Ustozimiz shu darslar asnosida muntazam o'quv seminar trenerlar o'tkazadi. Ustozimizni nima desa bo'ladi, o'quvchilari maktab, tuman, viloyat bosqichidagi tanlovlarda faol ishtirok etib, munosib, ya'ni faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Ustozimizning o'zi harakatchan, jonkuyar bo'lganligi sababli ham malaka sinovlaridan 90 ball olib, egallab, oliy toifali va 70% vazn ustamasi sohibi. Ustozimizni shogirdlari o'zi kabi o'qituvchi, shifokor, bank xodimi, bir so'z bilan aytganda davlatimizni davlatimizga xizmat qiluvchi kadrlar bo'lib yetishmoqda. Biz ustozimizni kelajakda nima desa bo'ladi, yangi O'zbekistonni munosib kadrlarini, davomchilarini tayyorlashga ishonamiz. Sattorova Farida opa ustozni darslari respublika bo'yicha ommalashtiryapti. U bizni Quva tumani 12-umumta'lim maktabda boshlang'ich sinflarga dars beradi. Mahallada o'zini hurmatiga ega ustozlardan hisoblanadi. Bolalar ustozni yaxshi ko'radi. Hozirgi olib borayotgan darslari hammasi zamon talablariga mos keladi. Muhtaram prezidentimiz mana yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvda ta'lim tarbiyaga e'tibor berayotganlarini mana shu ustoz misolida ko'rishimiz mumkin. Ta'lim sohasida ishlash har bitta ustoz uchun juda ham katta mas'uliyat talab qiladi. Men o'quvchilarimning ko'zlaridagi quvonchni, baxtni ko'rib, o'qituvchi bo'lganimdan faxrlanib ketaman. Bunday faxr tuyg'usini bergan, o'qituvchi bo'lib ishlashimizga imkoniyat yaratib bergan prezidentimizga, maktab ma'muriyatiga katta rahmat aytmoqchiman. Avvalambor meni ustoz bo'lishimga sababchi bo'lgan birinchi ustozimiz Saropa Halilovaga, undan keyin maktabda ishlash jarayonida menga ustozlik qilgan barcha ustozlarga rahmat aytmoqchiman. Bizni o'qituvchi bo'lib yetishishimizga o'zini katta hissasini qo'shgan, oiladagi 6 ta qizni hammasini o'qituvchi qilib tarbiyalagan ota-onamga, biz o'qitaman deb o'zi o'qimagan akamga katta rahmat aytmoqchiman. Bizning oilamizda hamma ta'lim sohasida ishlaydi. 1998-yildan beri o'qituvchilik kasbida ishlab kelmoqdaman. Bugungi ochiq darsim
28 fevral kuniga to'g'ri kelibdi. Bu oyning oxirgi kuni bo'lganligi uchun bizni o'zimizni sinfimizda an'analari bor. Har oyning oxirida o'quvchilarimni olgan ballarini hisob-kitob qilaman va ularni taqdirlab boraman. Bu oyda o'quvchilarim juda katta yutuqlarga erishdi. Olimpiadaga, matematikadan olimpiadaga borishib, faxrli, oliy va birinchi o'rinlarni egallab kelishdi. Undan tashqari jismoniy tarbiya fanidan futbol musobaqasida maktabda 2-o'rin, tumanda 1-o'rin egallashdi. Undan keyin ingliz tilidan bo'lgan musobaqada tuman bosqichiga chiqishib, faxrli o'rinni egallab kelishdi. Bu oyda o'quvchilarimdan juda ham xursand bo'ldim. Yutuqlari juda ko'p. Shuning uchun ularni har bittasini kitob bilan taqdirlamoqchiman. Kelajakda yurtboshimiz orzu qilgandek yetuk inson bo'lishlaringga tilakdoshman. Hammalaringni omad va tark etmasin.